oyog'ini qayirib yuborgan yoki o'sha mashg'ulot jarayonida so'ngida o'sha qizish jarayonida qo'lini qayirib olgan bo'lishi mumkin, sindirib olgan bo'lishi mumkin. Bokslarda bo'lib turadi mana shunday jarohatlar. Hech kimga yuqmas albatta, bo'lmasin. Shunday vaziyatda to'g'ri tushunamiz. Navbatdagi jang do'stlar, bizda birinchi yarim o'rta vazn toifasi. Ruslan Dadaxonov Farruh bilan birgalikda. Muhammadjon Boboyev chiqib kelmoqda. Nurmuhammad Qo'chqorov uning raqibi Toshkent shahridan. Endi Ruslan Dadaxonovning burchagida o'tirishdan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, aynan uning shogirdi hozir ringga chiqib keladi. Eslatib o'taman, birinchi yarim o'rta vazn toifasida. Birinchi bo'lib Muhammadjon Boboyev Buxoro viloyati vakili chiqib keldi. Endi Qo'chqorov. Buxoro boks maktabini ham alohida e'tirof etamiz. Ko'plab, balki emas, ko'plab nomdorlar mana shu viloyat boksidan chiqib kelishgan. Yo'q, u yerda Dadaxonovni ko'rmayapmiz. Nigohlarni ko'rdingiz-a do'stlar? Nigohlarda gap ko'p bo'ladi jang boshlanishidan avval. Ayniqsa. Demak, dastlabki raund. O'ng qo'l to'rdan yo'llangan zarba. Yana bir jab. Chalg'iganda qanday chalg'iyapti? Demak, bu jang uzoqqa bormaydi. Bu jang uzoqqa bormaydi. Ikkita g'alaba, ikkita jangda ikkita g'alaba bor. Qo'chqorovda va katta ehtimol bilan hozir uchinchisini birinchi raundning o'zida qo'lga kiritishga urinadi. Yo'q. Tajribali referi Zokirov jangni to'xtatdi. Ko'rtiribsiz, bokschi jangni davom ettirishga qarshi, ruhan qarshi va shuning uchun ham biladi, his qiladi o'zi ham sportchi bo'lgan. Alisher Alimjonov.
Tomoshabinlar, bu shogirdimiz 3 ta promotionda 3-g'alabasini erishdi. Mana 3-g'alabasiga xudo xolisa erishdi. Bu 2 kun oldin kontrakt kelgan bizga Yevropadan kontraktga qo'l qo'ydik. Shartnomaga erishdik. Duo qilib turinglar. Xudo xolisa Yevropaga boradi. Yevropaga borib O'zbekiston bayrog'ini yanada balandga ko'tarib keladi. Duo qilib turinglar. Nurmuhammad Qo'chqorov. Davom bo'lsin. Har zamongi O'zbekistonning yuzidan 3 ta promotion yuzidan. Alisher Alimjonovdan sovg'alar va qolaversin. Balang gapiring. Hammaga rahmat qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun. Qisqa valamda hammaga rahmat. Qadrli do'stlar, bizning video oqshomdan o'rnak olgan